Başlıq. Xudo bir saqlapdı. Doktorning deyishicha ko'kragingizga 2 tal o'q tegibdi. Bir tili yuragingizda 0,5 santim yerig'i tegibdi. Doktorlar o'qni elibetdi. Thompson tiplik avtomatning o'qi ekan. Bu xil qurolning kalibri bir qadar cho'ng. 11,4 mm keladi. Shunga yara eg'zimi bir qadar cho'ng ekan. Lekin xatar o'tib ketdi. Peshog'ingiz o'ngkan. Li Yilongdan xabar bormi? Yo'q. Xudo uni o'z panohida saqlag'ay. Nemishqa doim Li Yilongning gapini qilasiz. Bu sizning va 89-diviziyadagi barliq ofitser askarlarning raqibi tursa. Sen tushunmaysan. Li Yilong bilan ikkimizning o'tirisidagi adovat shaxsiy o'ch adovat emas. Hammamiz harbiy. Aslida do'st bo'laydik. Janggohda ayrılgancha bu ömrümde yana didarlashamaydigan bo'ldim da. Başlıq, meni ko'ra oldingizmi? Herkes ciddileşme. Yipni tek ammadık. Yara yaqsa içilip ketmesin. Onunğa vaqti bo'lsa çatak yo'q. Şotiyan, Lo'madir seni ishxonamga bir kelib kelsin deydi. Hozirmi? Ha, yemishga. Bag'ini bilsan. Amsi bularni sen yeyivatgin, ha? Çatak yo'q. Rahmat sana. Diviziya komandiri. Ruhiy kayfiyatingiz jiq yaxshi bo'lib ketibdi. Doktorning deyishicha, yarag'ingizni nihoyat obdan tutibdi. 89-diviziyadagi barliq ofitser askarlar uchun aytganda, buningdan obdan xabar bo'lamdi. Birodarlar, rahmat sizlarga. Qani o'ltiringlar. Ha, qani. Xudoga shukr. Diviziya komandiri cho'ng balo qazodan omon qoldingiz. Haqcham bilmasligingiz mumkin. Yaralangandan keyin 10 necha kun behush yotdingiz. Avval shu yerdagi quruqliq armiya doktorxonasida davoladi. Keyin ularning tarti bosh kelib, jang buyruq tushirib sizni bu yerga yetkazib keldi. Men qilmasa, Huangpodagi o'qituvchi o'quvchilar o'rtasidagi mehr-muhabbatni unutib qolmabdi. 89-diviziyadagi ofitser askarlar qon kechib jang qilgan bo'lsa-mu, lekin shu fondagi hal qilg'uch jangda yanıla mag'lub bo'ldik. Gomindan armiyasining 80 tuman sarxil qo'shini butunlay halok bo'ldi. Mening tirishchanligim yetarlik bo'lmadimi yoki firqi davlatda bir masala chiqdimi, buni sodili bilamadim. Nemishqa bundaq echinishlik mag'lub bo'lamiz. 长官，养伤要紧，别的事儿以后再说。这事谁说得清啊？军人以服从命令为天职，党国要我们打仗，我们就打仗。至于打仗以外的事儿，不应由我们去考虑。我们只做军人该做的事儿，不去想，只管打，岂不是越打越糊涂？到头来，不过是一介武夫而已。有些事儿啊，不想也不成。80万精锐，清一色美式装备，竟一败涂地。以黄维兵团为例，12万大军，简直是用钢铁包裹起来的。坦克、大炮、摩托化集群，近距离空中支援，现代化战争的条件应有尽有，结果还是打不赢。碾庄一战，一个兵团呐，
12万大军顷刻间灰飞烟灭。长江以北，共党一战定乾坤，大半个中国落入共党之手了。目前，共军正下胜利之威，100万大军挥师渡江，数日之内便横扫江南，兵锋直指华中、华南。白长官倒是雄心勃勃，集结几十万兵力，要与共军决战于华中。师座，你对战局前景如何评论？天若灭曹，一个小诸葛怕无力回天呐。徐蚌战场80万精锐，总比桂系那几十万人马战斗力要强，不是一样败了？这不是军事问题，是政治问题。罗主， Lo'mo'dir. Bo'ldi. Gapim tek tugamadi. Balkim tashkilning g'amxo'rligiga rahmat. Shaxsiy masalani o'ylashqim yo'q deysiz-ku deyman. Shundaqmi? O'g'il bola cho'ng bo'lsa uylanadi, qiz bola cho'ng bo'lsa yotliq bo'ladi. Qadimdan ta hozirgacha shundaq. Agar ozodlik armiya Tangrining amr lashkarlari bo'lgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Ha? Menmo odam tepib qolatdim. Hissiyotsiz, orzu, havassiz odamni odam degili bo'ladi. Biz degan marksizmchilar, materializmchilar, bizmi go'shtdan turatgan. Odam degan osh tuz yeb cho'ng bo'lgandan keyin hissiyot, havasi bo'ladi. Oila qurib bolalik bo'ladigan gap. Faqat aksiyachilarlar, kommunistlar xotinini sherik elib, ota-onasining sha'niga dog' keltirdi deb bizga qora chaplaydi. To'qyapti. Hey, men yana temidan chetnab ketdim, ha? 咱们再谈具体点的。你看，上一次给你介绍一个总军师师长，你不同意，那就算了。这次可是个纵队首长啊！要说忙，人家比你更忙，人家19岁就当了红军师长，从那时忙到现在，忙的把青年时代都献给了革命事业。一个纵队那是开玩笑啊，几万人枪啊！我们总是要讲识大体、顾大局。你想想，这些首长要是解决了家庭问题，那可是如虎添翼啊，就能把整个精力全部投入到革命事业当中去。小田啊，你想一想，这里边谁轻谁重？你算过这笔账吗？罗主任， Lo'mo'dir. Bir maydon jang taxyilli oxirlashdi. Manglagan tumaniga yordamlar davolashimizga muhtoj. Doktorxonamiz nurg'un dori-dagi davolash uskunalariga ehtiyojli. Doktor sestralar bir qo'lini ishga qilolmay, bir odam necha odamning ishini qilyotidi. Qiladigan ishlar jiq tursa, bu ishni o'ylashga nima cho'ldaysiz? Tiyayu. Men hozir tashkillik vakolatda siz bilan so'zlashyapman. Pozitsiyangizni to'g'rilang. Men bilan qarshilashman dema. 罗主任，您要真是没事干闲得慌，完全可以帮护士们去洗绷带，帮炊事班们去烧火。为什么总和我谈这个问题呢？我感谢组织上对我的信任，可是我现在不想考虑这些。部队马上就要打过长江了，毛主席刚刚向全军指战员发出号召，要将革命进行到底，还有半个中国没有解放呢，要做的事儿实在太多了，我不想考虑这些。小田啊，我是个政治工作者，难道还不明白将革命进行到底这些道理？你说的这些当然对，可我跟你说的也是革命的需要嘛。在我们的队伍里，每个人的职务有高有低，对革命的贡献也有大有小。你的工作再重要，也比不了首长一个人对革命的贡献大呀。这道理不是明摆着的吗？师座，有个好消息。 Bir xush xabar bor. Quruqliq armiya universitetida bir savodishim bor edi.
hozir davlat mudofaa ministrligida ishlaydi. U sizning yana o'stirilganligingizni dedi. Davlat mudofaa ministrligi sizni general leytenant darajali korpus komandiri deb e'lon qilishga oz qopdi. Sizning Shuyping jingidagi tuhfingizni taqdirlash uchun sizni daraja atlab o'stirdi ekan. Anglashlar qilganda bu oliy qo'mondonning fikri o'xshaydi. Sizni avval tabriklayman. Yengilgan sarkardini azimat degil bo'lamdi. 依楚抹之见，徐蚌战场上所有国军将领都应自裁，以谢天下。何来之战功啊！总裁向来宽厚待人，我等戴罪之臣，不杀，以感恩不尽，诚惶诚恐，还有何脸面加官进爵？长官过于自责了。徐蚌会战，我们89师已经是竭尽全力了，也算对得起党国，对得起总裁了。说的是啊，党国正在生死存亡之际，长官当以大局为重，承担重任，为总裁分忧才是。望长官三思。比方说， Məsələn, alaylık, başlıqның aile meselesi həll bolsa, qəm endişiden qutuludu, bədenimiz sağlam boludu, köңlümü azadı boludu, tol taşqan zihni güç bilen inqilab işlerine atılına alaydı da. Şundaq bolğanda sizin inqilabqa qoşqan töhpünüz hazırqıdak dağ yuş, bimarlarının halıdan xəbər elişdən çoğ bolu deməsin. Lo mudir, ko'nglimdikini desam bo'lamdi. Elbette boludu. Men loyiq tunishtirdigan ishni inqilobga bo'lgan sodiqlik bilan aralashtirib etishdan bezor bo'ldim. Acaba boshliqlarla inqilobga vakillik qilamdi. Ularga tekkanlikim inqilobga bo'lgan sodiqligim hisoblanamdi. Aksicha bo'lsa, tashkilning menga bo'lgan ishonchini yerda qo'ygan bo'lamdi. Meningcha avval dunyo qarashimni o'zgartib, iymonimni yuqori ko'tarib, xizmatimni obdan qilay. 他和对革命事业的忠诚是两回事儿。如果这辈子我一定要嫁人，那一定是因为爱情，而不是别的任何因素。天宇，这就是你对组织上的答复？罗主任，请您告诉我，关于我的个人问题，组织上的态度是什么？是强迫命令必须服从呢，还是凭自愿？当然是自愿，捆绑成不了夫妻嘛。我哪能连这点道理不懂？正因为我们是人民解放军，所以我才这么苦口婆心地。如果凭自愿，那我明确的态度是我不同意，现在不愿意，将来也不愿意。别说我不打算出嫁，就是我打算出嫁，也不会为了首长的革命事业而出嫁，这是两回事儿。小田，你现在不是青年学生，而是革命军人。革命军人要服从组织决定，除非你脱离这个队伍。你要好好的想一想，从你的家庭出身和你个人的资产阶级情调来看，你应该努力改造世界观，和工农出身同志打成一片，树立无产阶级的思想感情，不然你就要考虑一下自己的政治前途了。我可以明确的告诉你，咱们医院女同志不少，大多数女同志思想觉悟都很高。照顾好首长生活，这是一项政治任务，大多数女同志都愿意承担这项任务。为什么组织上先找你谈话？还不是关心你的政治前途，还不是对你的信任？可你今天的表现使组织上很失望，你要仔细想一下，不要急着做决定，等考虑成熟后咱们再谈。我有时间等待你的答复。既然有这么多女同志都乐意完成这项光荣的政治任务，那太好了。我出身不好，政治觉悟低，浑身上下小资产阶级情调，实在不能完成这项光荣的任务。我想还是先改造一下世界观，提高觉悟，干好本职工作吧。哎，小天，小天，
Mangayli. Lo müdür, teştik mi? Oy, Joe müdür. Qani otur. Satanglarning hammasini po'kiningizga besib yetibsiz go. Bo'ldi demaylik qo'ying ha. Beshin qetib o'lay dedim. O'tir. Boya bir qizning ochchig'ida yiningizdan chiqib ketayotganligini ko'rdim. Qahni nima qilgandingiz? Asta, menda undaq yurak bor demsiz. Xotinim menga yilda 3 jup oyoq avatdi. O'zi Azat rayonidagi sahrada bo'g'ini bilan bu jazlardan ko'p yaxshiding ha. Hey. Bizning ba'zi peshqadam yo'ldoshlarimiz qanday o'ylaydi ekan tang? Umrvoyat burjozga qarshi ilishkini bilan yanada ajnabiy o'quvchilarni yaxshi ko'radi ekan. Menga bakli ters bo'ldi-da. Meningcha bo'lganda agri pachaqqa do'nat to'qmoq deb ular qirg'ichi billa o'tamdikin deyman. Hay. Sizmi mendan yordam so'rab kelmagansiz? Mening undaq. Hadislar doktorxonaga chopadigan odatim yo'q. Jinning qasdi choptildi deb. Undaqlar jang tugumay turiblar, chiroyli xotin qizlarni tushab yuradi. Bundaq odamlarni bek cho'ng degandimi, dehqon qo'zg'olonchi deyish kerak. Lavlo. Meningcha sizning bundaq ishlar bilan koringiz bo'lmasa, siyosiy bo'limning mudiriyat dallol bo'lmasa, kimning xotin topsa bo'lsa o'zi topsa. Tashkilni dastak qilib nima ketdi? Shuni deymamsiz. Narsalarni ustal ustiga qo'y. Lavlo, qarang. Amerikaning Supparashugi, Shveysariyaning qahvasi, Shanxayning Milan markali konservasi, Shanshining arg'in batixi, undan boshqa o'ljagan qalam, tirnoq og'och, xotindan qochi degandek narsalarmi bor. Bu narsalarni Lavliga so'g' o'rinda berasiz. Javob mudir, bakli inchki o'ylabsiz. Bu mudir, bu yoq bizning kolonnaning muavin siyosiy komissari o'tgan hafta tayinlandi. Javob komissar, kechiring. Men mudir hozirlik xabar topdim. Qo'shin Changchangdan o'tmoqchi. Men Lavlining xotirjam bo'lolmayapman. Bu narsalarni sizning yeriningizga qo'yib qo'yay. Lavli bek qo'li ochiq odam. Uningga ba'zan birdan til taqib bo'ladi. Sizning qishingizga qo'yib qo'ydim. Tejavrak ishlatasiz. Bo'libmi, mavaraqni og'izni mahkam eting. Lavli azroqli purab tepib oladi. Salomatligi yaxshilanganda har kuni nurumliq bering. Butunlay ichmisin desangiz bo'lmay qoladi. Kunda uningga mo'shinchilik bersangiz, cho'ng chataq chiqmaydi. Lavlo, uqdingizmi? Mana. Siyosiy komissar degan sizdek bo'lsa, ma'ni ish sizdeklardan cho'chirmaydigan deyman. Qandaq ishlig'ini men aniq desang bo'lmadi. Bunday keyin yana shundaq ish bo'lsa meni chaqirsang bormayman. Nemishgan? Qasdan bilmasga selyaptamsan yoki birlashmanda yoshiryaptamsizlar? Bormisang ixtiyoring. Nimandaq ochiqlaysan? Kenyu. Doktorxonamizda boshliqning xonim bo'lishni xohlaydiganlarning hammasi ketib bo'ldi. Sen qiziq ekansan. Haq degan haq. Meni kelib chiqishim yaxshi emas. Mening haqni chopanda ta'ligim yo'q. Ma'qul. Joyli ekansan. Hay, qo'shiqni haqni qulqqa tiqlatdim. Hey, Teyu. Agar seningdek chiroying bo'ladigan bo'lsa, kolonna boshlig'idan cho'ngroq boshliq tegib, ay, bizning sestralar boshlig'ini uyimga olib borib, otliq qilib solatdim. Hay, qo'shiqni boshliqning burniga tiqlatdim. Akla bo'ldi, o'zim yegizay. Ma'qul. Bu shunday xizmat pozitsiyangga agar men sestralar boshlig'i bo'lgan bo'lsam, men senga o'zimni to'ntib qo'yaptim. Boshliq, og'zingizni ochmay turing. Qo'shiqni og'zingizning yeniga ep bo'lgandan keyin iching, ha? Endi qiynalmagansiz? Aldirmang, ha? Ay, Teyu. Boshliqning salomatligi yaxshilanishga boshlagan o'xshaydi. Qara, ko'zlari nima degan nurliq. Kim?
Mərkəzi Agentliğinin xəbəri qaraganda O'rta Jungo hərbi məmuri əməldarı general Beychongshi qomandanlığındakı 3-cü armiyanın 48-ci korpusu 8-ci ayının 10-cu günü Kompartiya banditlərinin 136-cı diviziyası bilan Şingtang rayonunda hal qılğıç jang qıldı. Neçə gün jang qilish orqali Kompartiya banditlərinin 136-cı diviziyasını çəkindirib nurgun olca aldı. 8-ci ayının 15-ci günü general Beychongshining 7-ci korpusu Xunanning Shuangfeng nahiyasi Qingshuping rayonunda banditlarning 49-cı korpus 146-cı diviziyası bilan neçə gün kəskin ilişib 146-cı diviziyani ağır talafatga uchratdi. Mərkəzi agentligidan bildirilgan muxbir Lo Jingming jangdan keyin jang maydoniga berib ziyorat qildi. Jang eng keskin bo'lgan Tazi teg'ining asosli cho'qqisi banditlarning jasadi bilan to'lgan bo'lib, dushmanlarning qini daryo bo'lib oqqan. Hamma yana jasadlar qoplab ketgan. Bo'ldi, o'qima. Mərkəzi agentligining xəbərini anlığım yo'q. Ro'y kayfiyatning ustunligini maqtashga bo'g'ini bilan qimmati baxabarlar yo'q. 于大溃败中的一次小小的胜仗，有什么好吹嘘的？就好比二战的西线战场，德军西部突出部进行反击，虽然一时占到了便宜，却扭转不了全局的颓势，不过是困兽之斗罢了。我看华中战局还有希望，毕竟白长官的几十万大军战力未损，正依托有利地形以逸待劳。况且广西、湖南地势险恶，民风彪悍，而共军千里南下，劳师已远，再加上供给线拉长，北方人水土不服，把这些因素都考虑在内，白长官还大有回旋之余地。你呀，只知其一，不知其二，对战局的把握缺乏战略眼光，其结果必然导致错误的结论。依我看，别说青树坪之战，共军一个师遭到重创，就是全歼共军一个兵团，毛泽东也值了。为了达到其战略目的，舍掉一个师，无非是个鱼饵而已。况且白长官动用的是最精锐的第7军，连人家一个师都没有吃掉。也就是说，共军连鱼饵都舍不得让你吃，真是精打细算的。卑职愿听长官教诲。我现在的手上没有详细的情报资料，这没关系，我们可以从报上公开发表的消息中获得一些资料。你们看，共军渡江之后，其战略态势是这样：共军第1野战军进军西北，其第4野战军从两湖进军两广，第3野战军进军福建，第2野战军攻略皖南、江西之后向西迂回，下一步恐怕就要进入川强康地区了。我们猜想一下，共军的统帅部到底要干什么？长官的意思是，共军要展开一次大的战略行动？对不起，长官，卑职才疏学浅，我仍然无法判断共军的真实意图。我判断，这是毛泽东的一次大手笔呀。其目的是什么？共军在进行战略大迂回，表面上避其锋芒，不与白长官的重兵集团正面交锋，实际上是直插我军后方，完成一个巨大的包围圈，然后再往回打，一举吞掉在中国境内的全部国军。
此举一旦实现，战争恐怕就不用再打下去了。东南部沿海及港口，西部及西南部的国境线将全部被封锁。我军向台湾及澎湖列岛撤退的海路也全部会被切断，后果不堪设想。此举何其险恶！长官，你怎么会看出这一步棋来？这并不奇怪，在中国的历史上就曾出现过这种战例。成吉思汗就实施过大迂回战略，一举灭掉金和南宋。长官，能给我们讲讲吗？公元1216年，成吉思汗召见汉族降将郭宝玉，询问攻取中原一统天下之良策。郭答曰：中原势大，不可忽也。西南诸藩，勇悍可用，亦先取之，借以图今，必得志也。郭氏的这番高论，无疑对成吉思汗有所启智。成吉思汗在临终前便提出了利用南宋与金之间的世仇，借道宋境实施战略大迂回，从而一举灭金灭宋的战略决策。长官，以目前的军事态势看，我军真的无力回天了吗？我个人对战争的前景感到悲观。这场战争，我们恐怕要输定了。共军实施的是大迂回战略加大纵深作战。我们可以从古代战例中得到启示。从大纵深作战的方位看，当年的蒙古军是按逆时针走向，即从西北向东南纵深包抄敌方，而共军则按顺时针走向，即从东南向西南纵深包抄我军。具体的说，蒙古军是东起江淮西至川陕的宽大正面，对南宋实施大纵深作战的，而共军则是东起京广线西至云贵的宽大正面，对我军实施大纵深作战。历史恐怕又要重演了。首长，该换药了。Башлык, теңізді алмаштырдыған чақ болды. Азырақ ағырышы мүмкін. Мамасылашқан болсыңыз. Bu neyini қығыныңыз? Кеп қыламайдығылығыңызды білімін. Егер маңа пікіріңіз болса, қағаз езіп бәрсіңіз болады ғой. Siz... Boptu, tengizіңізні almashtırmasanız meyli. Әміз тамақыңызны ем, ha? G'alaydi ish. Boshliqman holidan obdan xabar elayotganingizga 2 oydan oshdi. Bir obdan ketyapti-ku. Nemish tuyuqsiz tomoq yemay davolashni rad qiladi. Men burunla jang qiladigan boshliqlarning g'alaydi nijosi borligini anglagan. Men yo uning tishiga tegmasa, nemish shunday qiladi? Doktor Xali boshqa. Adem,
Başlıqman qaçandan beri şundaq boп qalğanligini o'ylab beqma. Zodi ne bo'lgandi? Yıqlamay, o'zingizni besib o'libsizlar, ha? Ondan keyin bundaq kichikkina ishni sahya bo'lim boshlig'iga doklad qilmang. Siz unaqa diviziya komandirining ahvoli nihoyat yaxshi edi. Nihoyat kelsa shu ishga vaqt tamoq yemabdi, ha? Jang qilgan boshliqlarning qaysining mijozi o'sal emas. Jenini qutuldirib qolgan tursak, bu degan qanchalik ish edi. Boshliqning mijozini egallayotimiz deb. Biraman. Tasini bir. Ay, bolo. Ona neymiş ketkizib o'tdingiz? Doktorxona boshlig'i diviziya komandirining sestrasini almashtirib baqsa qanday bo'lar? Nemishqa? Menimcha Ajan diviziya komandirining holidan xabar olishga muvofiq kelmagidek. Ajandan savallik o'tmagan taqdirdami, diviziya komandiri uni ko'rgan hamon chechilib olsa, shunga odam almashtirish masalasini o'ylashib baqganimiz tuzukdak turdi. Balkim odam almashtirsak o'ngshilib qolar. Ay, sinab baqamdiq. Bu oson ish-ku. Ay, gap kimni almashtirishda? Shu darajaga yetdimi? Tayinni o'rlashtirsak qanday bo'lar? Men yana tushunamadim. Doktorxona boshlig'i, vaqtinda nega gapni kirsangiz, hargiz xatolashmaysiz. Ha, qo'lingizni tuz qiling. Ha, to'g'ri. Ilqimingizni iching. Og'ridimi? Og'rimagandi? Ha, mana hozirla tugaydi, ha? Mana endi tugadi. Qo'lingizni ichik sering. Ha, bo'ldi. Avaylang, to'g'ri. O'shundoq qiling. Ha, doktorxona boshlig'i, mudir, boshliq sizlardan ahvol so'rayotdi. Uning ko'zini bir qaytim chimmudatqini yaxshi sizlar degani. Boshliqning yuzida yara bor. Sizlar bilan paranglashmaydi. Shundaqmi boshliq? Diviziya komandiri tinchlikmi? G'alati ish. Shotyan, siz qanday bilasiz? 15 minutdan keyin tamoq yeymiz. Ha, bildim. Boshliqning kaskan cho'p yegisi bor ekan, qanday yegisi yo'q ekan, shundaqmi? Javmodir ketadigan chog'da qo'yib ketgan. Men diviziya komandiriga ag'ach kirdim. Hay, diviziya komandirining qo'lining tenglik ekanligini ko'rdingizmi? Tushundim. Diviziya komandiri, maqsadingizni tushundim. Mushaga qo'yib qo'yay, ha? Lomider, bo'ladi ekansiz, ha? Hey, yo'lbash! Yo'lbash! Doktorxon nerede? Mushu, kimni izlaysiz? Meni yuqorida mushiyaga ishlashga batgan. Doktorxonaga ishlagim kelganmi? Nima ish qila olasiz? Yo'lbash, meni bo'sh chog'lamang. Qo'limdan hamma ish keladi. Doktorxona boshlig'i bo'g'il kelmagansiz? Sizga demayman, sog'liq qildi ekansiz. Boshlig'inglarga deyman. Hay, to'xta! Ochig'ingiz pek yomon-ku. Gap qilganim bo'lmanda. Qindana, askar bo'lganingiz qanchalik bo'ldi? 3 oy. Voy, yangi askar ekansiz-ku. Yangi askar degan o'zingiz. Yangi askar. Ko'zingizni yuqoriroq ichib qarab yiqa, men degan kon askar. Men askar bo'lganda siz uyingizda cho'shqib qo'yatdingiz. Bizning uyda cho'shqi yo'q. Dadam kentda yog'ochchilik qiladi. Ama sizni shakichik yog'ochchiday. Ismim Chenshovchun. Shakichik yog'ochchi deyman toza. To'xtang. Kona askargina mushundaq gap qilamsiz? Mening askar bo'lganimga 1 yil 5 oy bo'ldi. Sizga odamniya komandir bo'lishni salohiyatım tushidi. Yana qayil bo'lmansiz? 1 yil 5 oy bo'lsa-mu, kon askar bo'lamdi. Qizchaq. Kimni qizchaq deyapsiz? Yana bir qitim depaka?
Şa kichik yog'ochchi, doktorxona boshlig'ini izlab nima qilyapsınız? Sizni kim bu yoy tahsin qildi? Başlıkı muhafazachi bo'g'il keldin. Mush aptingiz bilan boshliqqa muhofazachi bo'lmoqchimisiz? Siz uni qo'g'damsiz yo u sizni qo'g'damdi? Nima? Ko'n askarman deb meni bo'zaq qilmoqchimi? Bo'zaq qilsam nima bo'pti? Başlig'inglarga ustingizdan arz qilma. Berma, tamam siz. Bering. Berishga petmamisiz sizni küçük deyman. Küçük degan o'zingiz. O'zingiz küçük. Küçük degan o'zingiz. Shotian, Siz küçük. Siz kim bilan so'qishyapsiz? Ha? Bu kim? kim biladi onun kimligini? Jasmikin tan? Jasus degan o'zingiz. O'zingiz. Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Shotian, boshliqning holidan xabar olmay bu yerga deb keldingiz. Chapsan bering. Bering. Siz kim? İsmim Chen Shaochun. Chen Shaochun. Yuring. Ben bilaman. Xo'p. Boshliq, aldirmay yana to'kilib ketdinsin. Ha, bizning boshliq bak gap anglaydi, ifodasi bak yaxshi. Bundaq desak, bo'lmaga bak. Bundaq deya, bizning boshliq o'lgilik yaxshi bemor. Boshliq, xafa bo'lmang. Amaliyotda bemorlarning holidan xabar oladigan bizdek sestralar uchun aytganda, bemorlar xuddi kichik bolaning o'zi. Ularning holidan obdan xabar etmaganmasdan, ko'nglini ochmasak, tujiblar yegizmasak, uxlatmasak bo'lmaydi. Mushundaq tujiblaversak, keslim saqayib qoladi. Boshliq, hergiz kulmang. Yuzingizda o'tishmi yara bor? Yara eg'iz teqib tutmadi, kulaverib yara eg'iz ichilib ketsa, men o'tisdan chiqolmaymanjimi? Ha, endi to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Voy, qopig'ingizni bundaq turvamang. Bilmagan odam sizni xafa bo'lib qolgan o'xshaydi deb tishingizga tegishga petmanmaydi. Amaliyotda biz nayt xushal shundaqmi? Chunki yarangiz saqayishga oz qoldi. Pat arada qismi qaytsiz. O'zingizmi xushal? Xushalmi? Yen azroq yang bo'lamdi. Yaxshisi yana ozroq yang. Hozir yaxshi oziqlanmasangiz bo'lmaydi. Shunday qilsangiz yarangizni tez saqaydi. Sizning-chi? Bizning boshliq bak yaxshi, bizga bak moslashidi. Bizni ozroqmi tanqislikni qo'ymaydi. Ammo siz hal to'xtab turing. Men yana ozroq bashak kelay. Model, tinchlikmi? Diviziya komandiri. Tanishtirib qo'yay. Bu yoq Chen Shaochun. Sizning muhofizatchingiz. Texyelili keldi. Başliq tinchlikmi? Bu yangi askar rostli muhofizachi ekanda. Qamlashtira olamdi. Tinchlikmi? Boshliq, men shu ta'kidda doktorni yoqtirmaysiz. O degan sizning ijodkoringiz sizni shu odam operatsiya qildi. Maya uni operatsiya qilishga taklif qilmagan tursam, shu vaqtda hech nimani bilmaydim. Agar bilgan bo'lsam, u alvastini haydab chiqarib o'tardim. Minishqa. Alvastlar eski. Yaponga qarshi urush mazgilida yapon asirlari sababidan xilijiq jazolangan edi. Jazoga mayli, lekin alvastlar hargiz yumshoq qo'lliq qilmadi. Ta'kidda doktor ularga o'xshamaydi. O urushga qarshi ittifoqqa kirgan. O degan fashizmga qarshi. Undaqda uni texnik etish kerak-ku. Harbiylar xas g'ururi bo'lmasa, asir bo'lib qurol topshirsa qanday bo'ladi? Boshliq, siz jamla ehtimomimizni bilamsiz. Bilmayman. Rostlaysangiz siz kelsiz. Boshliq, kechiring. Chaqchaqib qo'ydim. Xafa bo'lmang. Shotian,
Siz bilan bir masalani muhokama qilib baqay deyman. Sizningcha jangga qo'mondonlik qilish aqliy emgakmi yoki jismoniy emgakmi? Albatta jismoniy emgakda. Lekin jangda kalla ishlatmasam bo'lmaydi. Ha, bak maqtab etdingiz. Kalla ishlatish aqliy emgak bo'lgandikin, qo'mondonlar ziyoli hisoblanmamdi. Sizga o'xshash muhokama qilgan odamni ko'rmabdi ekanman. Menimcha shundaqqa deyman. Ha, xo'p. Ziyoli hisoblansa, undaqda sizningcha ma'lumotli hisoblanmamdi. Boshliq, baqquv ekansiz jimi?